umumiy qon tahlili analizi ildiz analizi hisoblanadi. Bu deyarli barcha kasalliklarni tekshirishda ishlatiladi. Bu bizga qanaqa kasalliklarni aniqlashga yordam beradi. Biz organizmdagi o'zgarishlar, ya'ni o'sha allergik reaksiyalar, bakterial infeksiyalar, sepsis, onkologik kasalliklarning dastlabki bosqichlarini aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari organizmdagi temir moddasi yetishmovchiligi yoki gemoglobinni qanchalik darajada past yoki ko'pligini ham shu analiz orqali aniqlaymiz. Buyrak faoliyatini aniqlashda biz qonda mochivniy kreatinin analizini ko'rishimiz mumkin. CD orqali bo'lsa, umumiy CD analizini ko'ramiz. Bu bizga buyrakdagi o'zgarishlarni, CD tosh kasalliklari, CD yo'llaridagi bakterial infeksiyalar yoki bo'lmasam shunga o'xshash kasalliklar haqida ma'lumot beradi. Jigar faoliyatini aniqlashda biz ALT testi fermentlarini ko'ramiz va anamnezga qarab, vrach tavsiyasiga ko'ra bilirubin va alfa-amilazir tekshiruvlarini ko'rishimiz mumkin. Yurak kasalliklarini baholashda biz nimadan foydalanamiz? Birinchisi misol uchun miokard infarkti, ya'ni o'sha yurak xuruji paytida biz troponin analizini ko'rishimiz mumkin. Umumiy xolesterin, past zichlikligi va yuqori zichlikligi xolesterinlarni aniqlash orqali biz qondagi ateroskleroz darajalarini bilishimiz mumkin, ya'ni o'sha qon tomirlarining yog' bosib olishi va bu orqali tromboemboliya xavfini oldini olishimiz mumkin bo'ladi.